Okalarimiz mana shunaqa ishlarni shug'ullanar ekanlar. Bitta okamiz aloqaga chiqibdilar. Mana shu kachol yasayman. Shunga bitta robot to'g'irlab bersanglar deb. O'shanga biz ham bir ikkita ma'lumotlarni qidiruvdik. Hozirgi paytda $3,500 dan $9,500 gacha ekan. Ya'ni mana bunaqa robotlar. O'zi svarka qiladigan, o'sha nuqtalarni belgilab qo'yiladi, o'zi svarka qilib keladigan. Buni narxi hozirda $5,700 bo'ldi. Bu Xitoy narxi. Endi ketish, o'sha olib kelish xarajatlari u alohida. Unaqa katta summa bo'lmaydi hozirgi paytda, unaqa qiyin emas. Shundan olib kelib beringlar deyishyapti hozircha. Biz hozir birinchi o'chirib o'zimizdan ko'rmoqchimiz, ya'ni kimdir mana shu apparatdan olib qo'yib turib ishlatib olmayotgan bo'lsa yoki sotmoqchi bo'lsa, aloqaga chiqsa, biza pulni Xitoyga tashlamaslikda, sirasi o'zimiznikilarda muzlab yotgan mana shunaqa stanovlari bo'lsa, o'sha odamning o'ziga kontaktni berib yuborardik. O'shanda ovoragarchilik ham bo'lmaydi, sotib olgan odam ham ishlata olmagan bo'lsa, puliga kuyib qolmaydi. Javobini yozib yuborasizlar endi, agar bironta tanishinglar bo'lsa.